rakvinalar bor. Masalan, rakvinalar bizda yangi rakvina ishlatilmagan. Hop, komplektiga 270 ming so'mga beryapmiz. Komplektida rakvina, oyog'i, krallari, hamma narsasi bilan. Narxlari bir xil. Hammasining narxi 270 mingdan. Oynalar bor, mana oddiy oynalarimiz, mana shu oynalarimiz 50 ming so'mdan donasi. Har xil 3 xil modeli bor. Endi podsetkaliklari sal qimmatroq chiqadi. Narxlarni kelishib beramiz. Mumtozda ham mana 450 ming so'm yangi unitaz, ishlatilmagan yangi unitaz bo'ladi. 450 ming so'm bo'ladi. Mana quymali modellari bor, sal qimmatroq, sifati yaxshi, yangi. Xo'p, smesitillar bor keyin. Smesitillar ham bizda juda arzon. Hamma joydan eng arzon. Masalan, mana bu smesitillar bizda 200 ming so'm beryapmiz. 200, 250, 300 mana atrofida. Oddiy mamlaqali variantlari 120 ming, 130 ming, 100 mingdan boshlanadi. 150 minggacha. Hop, suv filtrlarimiz bor mana. Bittalik, ikkitalik, uchtalik. Bular asosan shu yerdan suv chiqqan joylarga mana foydalaniladi. Nasosdan oldin qo'yib ishlatiladi. Shu suvni qumi, tuzini, g'uborlarni olib qoladi. Suv filtri narxi masalan bittaligi 70 ming turadi, ikkitaligi 130 ming turadi, uchtaligi 200 ming so'm turadi. 3 talik filtr. Bu komplektlar bilan upakovkada bo'ladi.